135 ming dedi aniq. Yengisi 135 ming 135 ming dedi. Yo'q, boylarga maza yegan-ku. Bir oy haydab almashtirib yuraversa, jigar. Nimaga sotyapsiz? Ha, bilasiz-ku, o'zi sizdan ko'p mashina olaman, keyin o'ziga qo'yib sotaman. Rostdan men ko'pchilikni bilaman, olishadi, даже siz bir oy haydadingiz. Bitta haydash uchun 100 kilometr uchun sotib olib, almashtirib yurishadi-da. Gel 450 ham oldim. Ha? Bir hafta edim. Bir hafta haydadi. Keyin sotib oldim. Hammaga nasib qilsa mana shunaqa mashinalarni almashtirib yurish. Mashina qanaqa ekan? To'g'risini ayting. To'g'risi, mashina zo'r, ana kichkina bo'lsa ham ovozi bor-ku, menga yoqimli-da. Keyin yo'lda yursangiz hamma ko'rsatib bo'ladi. Hamma signal chaqiradi. E'tibor markazda bo'lishni xohlaganda bittada pis orsa bo'ladi. Bittada kuchayib ketib qolasiz. Takur mallada yurishingda, agar bironta yana blogerlarmi olib qolsa, reklamangizni ham oshib ketadi. Men hech kimga aytmasdan, tushundingizmi? To'g'ri o'ziga aka o'zi qo'yib bera qoling dedim-da. Hech kimga anaqa. Tak, bir siz 79 900 ga oldingiz. Bir oy haydadingiz. Ulug'bek borib bizni tushib bermadi, lekin aytib qo'ydi. Biz ham sizlarni tushib beramiz, chunki bizni tushiradiganni savdosini biz qilib olamiz-da. Bu ham 85 deganda, Ulug'bek senda pul ko'p o'ydi, mana qiladi. 1000 kilometr ham yurmabsiz-da? Yo'q. 6400 probegi, 2024, kraskasi toza, BMW Z-Tor, 3 litr twin turbo motor. Qanaqa tortar ekan aka? Zo'r. 4,5 sekund deganda 100 euro. Vashi maxluq qo'yadi. Xohlasangiz kabriolet qilib olasiz, yozlarda xilpiratib. Xohlasangiz yo'q olib qishlarda bemalol yuraverasiz. Srochniga bilan rasa qalblariga qo'l soldik. Nima deylar? Bir oy ham haydamadim. $900 arzonga beraman deylar. Zo'rg'a 77 mingga qalblarni ortib bo'lsa ham ko'ndirdik. Ulgurmaganlar ko'p, rosa talash bo'lgan edi o'shanda. Rosa talash bo'lgan edi. Aynan shuni olmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ana endi variant 2024. O'zbekistonda bunaqa narxga BMW Z-Tor yo'q, o'zi bitta adashmasam. Bunaqasi bitta. Like bosingda, hozir maksimum tarqatib tashlang. Bosvaring.